Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun siz bilan O'tkir Hoshimovning Insof kitobini o'qishni boshlaymiz. Milliy qadriyatlar. Insof. Xalqimizning ajoyib udumlari bor. Chaqaloqning tanglayini ko'tarayotganda umring uzoq bo'lsin, insofli, tavfiqli bo'l deb duo qiladi. Biron muammoni hal etayotganda insof sari baraka deydi. Birovning noinsofligidan ranjisa, insof qilingda birodar deydi. Va nihoyat judayam jonidan o'tib ketsa, kechirasiz-ku, qo'polroq bo'lsa ham xalq iborasini o'z nomi bilan aytishga majburman. O'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insof bilan bo'lginda deydi. Xullas, insof degan tushuncha bilan bog'liq gaplar ko'p. O'ylab qarasam, bu so'zning boshqa tillardagi tarjimasini topish anchayin mushkul ekan. Masalan, rus tili dunyodagi eng boy tillardan biri. Undagi chestность, порядочность, великодушие, dolg, savest singari teran ma'no tashuvchi so'zlar ko'p. Biroq menimcha ular aynan insof degan so'z ma'nosini to'liq anglatmaydi. Balki adashayotgandirman, lekin bilishimcha shunday. Qiziq, insof degan narsaning o'zi nima? Uning salmog'i nima bilan o'lchanadi? Chegarasi qayerdan boshlanadi-yu, qayergacha davom etadi? Uzoq yaqin o'tmishga nazar tashlasak, bu tushuncha bilan bog'liq talay rivoyatlar va hikoyatlar esga tushadi. Bir do'kondor yumush bilan uyiga borib kelsa, shogirdi xursand bo'lib o'tirganmish. Sababini so'rasa, bir to'p gazlamani 400 dirhamga sotib, ancha foyda ko'rganini aytibdi. Do'kondor shogirdiga o'sha xaridorni qayerdan bo'lmasin topib kelishini buyuribdi. Shogird bozor aylanib xaridorni topib kelibdi. Shogirdim adashib 200 dirhamlik mato uchun sizdan 100-400 dirham olibdi, debdi. Do'kondor va ortiqcha pulni qaytarib beribdi. Xaridor hayron bo'pti. Men bu yerlik emasman, debdi. Bizning yurtda bu mato 400 dirham turadi. Shogirdingiz adashgani yo'q, bergan pulimga roziman. Men esa rozi emasman, debdi do'kondor. Bizda 200 dirham turadi. Menga birovning haqqi kerak emas. Turk olimi Yusuf Tavaslining Hikmatlar xazinasi kitobida tag'in shunday bir rivoyat bor. Abdurahmon degan kishi Hazrat Umarning xonadoniga yumush bilan boribdi. Qorong'i tushib qolgan, xalifa sham yorug'ida ishlab o'tirgan ekan. Mehmon bilan so'rashgach, yonib turgan shamni o'chirib, boshqa shamini yoqibdi. Mana endi gaplashsak bo'ladi, debdi mehmonga. Mehmon hayron bo'pti. Boyagi shamni nega o'chirdingiz-u, nega xuddi shunaqa boshqa shamni yoqdingiz? Yonib turgan sham davlatniki edi. Men uning yorug'ida davlat ishini bajarayotgandim, debdi xalifa. Sen bilan qiladigan suhbatimizning davlat yumushiga daxli yo'q. Shuning uchun o'z pulimga sotib olgan shamni yoqdim. Xalqimizning g'aroyib udumlari, ma'naviy fazilatlari badiiy adabiyotda, ayniqsa Qodiriy asarlarda nozik ifodasini topgan. O'tgan kunlar romanidagi bir voqeani eslaylik. Otabek Toshkentda Zaynabga uylanishga majbur bo'ladi. Biroq to'y o'tgach qanot chiqarib Marg'ilonga uchadi. Bu orada Homidning fitnasi bilan Mirzakarim Qutidor xonadoniga Otabek nomidan kumushni taloq qilgani haqida xat borgan. Shom namoziga shoshilayotgan Qutidor eshikdan chiqishi bilan Otabek uni ko'radi-yu, otini ko'cha o'rtasida qoldirib, qaynotasining istiqboliga yuguradi. Qutidor uchun bu ikki hissa haqorat bo'lib tuyulishi tabiiy edi. Ne niyatlar bilan o'stirgan bitta-yu bitta qizi kumushni baxtiqaro qilgan, ustiga xotin olgani yetmagandek, tag'in taloq xati yozgan sobiq kuyov unga quchoq ochib kelsa. Mirzakarim Qutidor uyatsizga mening uyimdan o'rin yo'q, deb eshikni yopadi. Hech nimadan bexabar Otabek hushsiz bir alpozda turib qoladi. Mana shu o'rinda oddiy kitobxon deyarli e'tibor bermaydigan g'alati gap bor. Otabek esini boshiga yig'ib, mixlangan yeridan qo'zg'alganida shom namozi o'qilib bitgan, kishilar uylariga qayta boshlagan edi. U kelib otiga mindi va chuh dedi. Lekin ot qo'zg'almadi. 2-3 qamchidan so'ng tolga bog'langan tizg'in shart etib uzilib ketgach, boya yurib ketgan otini o'tkinchilardan bittasining bog'lab turganini esladi. Chuh dedi.
ot ko'chaning sharqiga qarab ketdi. Savol tug'iladi. Otabekning ko'cha o'rtasida boshvoqsiz qolgan otini tolga arqonlab qo'ygan kim? U Otabekni tanirmidi? Nega endi 7 yot begona odamning ulovini yetaklab borib arqonlab qo'ydi? Zarilmidi shunday qilishi? Gap shundaki, o'sha insonda insof bor edi. Chuqurroq o'ylab qarasangiz, insof bilan insofsizlik o'rtasidagi chegarani ajratish goho qiyin kechishini ko'rasiz. O'tgan zamonlarda ba'zilar ishga kirmoqchi bo'lsa, oyligi emas, kunligi qancha deb so'rardi. Sababi hamma narsa hammaniki va hech kimniki emas edi. 70-yillari qaysi bir makaron zavodi bilan bog'liq Latifa nomi hangama mashhur bo'lib ketgan edi. Zavodga Germaniyadanmi, Chexoslovakiyadanmi zamonaviy mashina olib kelishibdi. Mashina xamirni o'zi qorib, tobiga keltirib, o'zi makaron liniyasiga rasamadi bilan tarqatib berar ekan. Hammaning joni kirib qopti. Aqalli mashinaning tugmachasini vaqtida bosib tursangiz bas. Shunaqa-ku, oradan biron oy o'tgach, mashina humpar yomon hunar ko'rsatibdi. 5 tonna xamirni aylantirayotgan moslama g'uldir qilib turibdi-da, xamirni makaron liniyasiga uzatish o'rniga varaqlatib yerga to'kib tashlabdi. 5 tonna xamirning yer bilan bitta bo'lib oqib yotishini bir tasavvur qiling. Hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lib ketibdi. Olis yurtga sim qoqib, zudlik bilan moslamani tuzatib berishni talab qilishibdi. Ustalar yetib kelib qarashsa, chindan ham ahvol chatoq. Nega bizga buzuq mashina o'rnatdinglar, debdi zavoddagilar. Ustalar mashinani tekshirib ko'rishibdi. Keyin yerga oqib yotgan xamirni tekshirishibdi. So'ngra aytishibdi. Mashina buzuq emas, uni ishlatayotganlar buzuq. Xamirga un bilan birga shakar, sut, tuxum, margarin hammasini yetarli miqdorda solmasa, mashina tuflab tashlaydi. Shunaqa yomon odati bor. Odamzod mashina emas. Shu bois goho insof bilan insofsizlik chegarasini ajrata olmay qolishi yoki ataylab ajratmay qo'ya qolishi ham mumkin. Ko'p narsalarning xususiylashgani bir jihatdan yaxshi bo'ldi. Shaxsiy manfaat bor joyda intilish bor, intilish bor joyda taraqqiyot bor. Avvallari ko'cha chetida bir taksi to'xtasa, 20 ta odam halloslab borardi. Hozir ko'cha chetida bir odam qo'l ko'tarsa, 20 ta mashina g'iyqillab to'xtaydi. Avtobuslaru trolleybuslar bekati turna qator. Bularning hammasi yaxshi, faqat insof sari baraka bo'lsa bas. Kirakashlar orasida ham, avtobus haydovchilari ichida ham ochko'z va noinsoflari yo'q emas. Qaysi kuni avtobus bekatida uzoq turib qoldim. Robba rosa 1 soatda keldi. Azamat. 15 chog'li o'lovchi salonga chiqdik. Yana chorak soatlar turdik. Haydovchi yosh bola, boshlang'ich sinf o'quvchisining puli yo'qligi uchun avtobusdan tushirib yubordi. So'ngra bag'oyat xotirjamlik bilan hammadan kira haqqi yig'ib oldi. Shunda bir kampir ming'illab qolsa deng. Qaytimini bermaysanmi bolam? Men sizga izdachi qayerdan olaman, dedi haydovchi achchiqlanib. Qanaqa mayda gap xotinsiz? To'g'ri aytadi shovvoz. U-ku har kimdan arzimagan pul urib qolyapti. Kun bo'yi ter to'kib avtobus haydaganida 5000 bo'lar, boring. Ana 10 000 bo'lar, kampir esa qaytimini qistab o'tiribdi. Shu ham insofdanmi? Aptekalarni ayting, aptekalarni. Har qadamda dorixona, u boshi bilan bu boshining orasi 4 chaqirim kelmaydigan bitta ko'chada 15 ta apteka. Deyarli hammasi xususiy. Bemorlarning hojatini chiqaryaptimi? Omadini bersin. Aptekani eslaganining boisi shuki, dori kerak bo'lib qoldi. 1000 yildan beri ishlatib kelinadigan oddiy dori. Aptekalardan biriga kirdim. Hammasi orasida zamonaviy. Dori darrov topildi. Arzimagan 3100 so'm ekan. Pulim yetmadi. Ikkilanib ko'chaning narigi betiga o'tsam, yana bir dorixona bor ekan. Bunisi jo'nroq, peshonasida yaltiroq yozuvi yo'q. O'sha dorini so'radim. 1400 so'm ekan.
aptekachi ayoldan dorini sotib oldim-da, roppa-rosa 50 qadam yurib, ko'chaning berigi betidagi dorixonaga qaytib kirdim. O'sha dorining qancha turishini yana so'radim. Hozir aytdim-ku, dedi bu aptekachi tushuntirib. Bu chet el dorisi, polskiy. Bunisi-chi, dedim qo'limdagi dorini ko'rsatib. Aptekachi dorini olib tomosha qildi. Buyam polskiy. Uyam buyam polskiy bo'lsa, nega sizniki 2 hissa qimmat, dedim hayratlanib. Bu aptekachi bir qadar xijolat chekkandek bo'ldi. Endi aka, dedi dudmal qilib. O'zingizdan qolar gap yo'q. Bizning ham xarajatlarimiz bor, ko'z tikib turganlar bor. Erinmasdan avvalgi dorixonaga tag'in qaytib kirdim. Aptekachi ayoldan uning dorisi boshqalarnikidan nega arzon ekanini so'radim. Mening avlodlarim aptekachi bo'lgan, dedi u. Otam ham, qaynatam ham rahmatli adam qattiq tayinlar edilar. Dorini odamlar muhtojlikdan oladi. Dorining haqqiga xiyonat qilib bo'lmaydi, deganlar. Odamlar pul o'lsin-a, pul o'lsin degan gapni yarim taassuf, yarim tabassum bilan xitob qilishi bejiz emas. Ba'zan pul uchun shunaqangi narsalarni o'ylab topishadiki, hayron qolasan. Qishda hadeb bozorga qatnash tashvishidan qutulish uchun bir yo'la 150 kilo piyoz sotib oldim. Bozorning oldi piyozi telefon 4 qop ichida yaraqlab turibdi. Hammasi bir tekis, hammasi yirik-yirik. Ukajon, piyozning hammasi bir xilmi, desam piyozfurush ranjidi. Men sizni aldaymanmi? 4 ta qopchig'ini uyga keltirib ag'darsam, har qopchiqdan kamida 5-6 kilodan bolachalar chiqdi. Danakdan kattaroq, yong'oqdan kichikroq bir tekis piyoz orasiga shuncha maydasini qanday joylaganiga hech aqlim yetmaydi. Telefon to'l xaltadan maydasini ko'rinib turishi kerak-ku, bozorga qatnab yuradigan qaynimga shu gapni aytsam, mazza qilib kuldi. Buning otini karnay usuli deydi. Karnay usuli g'alati ekan. Piyoz furushlardan biri telefon to'l xaltani ochib turadi, boshqasi xalta tagiga yirik piyozlarni bir qator terib chiqadi, keyin 4 qopning o'rtasiga shechkaning tunuka dudburoni tik qilib qo'yadi-da, sig'gancha mayda piyozdan karna ichiga to'kadi. Atrofga esa yirik piyozlarni joylab chiqishadi. Keyin tunuka karnayni sekin tortib oladi-da, ustiga tag'in yaxshi piyozni terib, qopning og'zini bog'laydi. Qarabsizki, qopning qayog'ini ag'darmang, hamma tomonda yirik piyoz ko'rinib turadi. Orasida esa bolachalari ayni bo'g'oz sigirdek. Rostini aytsam, konfetning orasiga murabbo tiqishdek noyob karnay usulini o'ylab topgan azamatga shu paytgacha nega Nobel mukofoti berishmaganiga hayronman. Bo'yinbog' olmoqchi bo'lib, supermarket degan korxonaga kirib qolsam deydi. Ikkinchi qavatga ko'tarilishim bilan qoshlari qildikkina ko'ylakchasining etagi tizzasidan bir qarich tepada turgan qiz ro'para keldi. U yoqqa borsam, bu yoqqa boradi, bu yoqqa borsam, u yoqqa. Bu qizni mening nimam bunchalik qiziqtirib qoldi deb hayron bo'ldim-u, keyin miyamga urdi. Biron narsani o'marib ketmasin deb kuzatib yuribdi. Nihoyat o'zim xohlagan bo'yinbog'ni topdim. Chiroyli, yaltiroq qutichada. Narxini so'ragan edim, boyagi qiz tabassum hadya aytdi. 18 ming so'm. Hayron bo'ldim. Nima, buning ichida bo'yinbog', bo'yin ham bormi? Qiz qildek qoshini chimirdi. Tushunmadim. Bo'yinbog'ning ichida odamning bo'yni ham bormi, dedim tushuntirib. Galstuk degani ham 18 ming turadimi? Siz supermarketda yuribsiz, amaki, dedi u. Arzon matoh oladigan odam baraxolkaga boradi. Jiyancham to'g'ri aytgan ekan. Oddiy do'kondan o'shanaqa yaltiroq qutichadagi xuddi o'shanaqa galstukni 5 mingga oldim. Qizda ichimga rahmat aytdim, ammo biroz o'ylab turib o'zimni yomon ko'rib ketdim. Aslida shu bo'yinbog' degan dardisarni supermarketdan 18 mingga ola qolsam bo'lar ekan. Qiyin. O'sha supermarketdagilarga. Jiyancham qildek qoshiga oro berish uchun kunora sartaroshxonaga kirishi kerakmi? Ko'ylak tiktirish uchun haftada bir modalar uyiga qatnashish kerakmi? Shuncha pulni qayerdan olsin? Albatta o'zining bossidan oladi-da.
Bo'z kimdan oladi? Siz bilan menga o'xshagan xaridordan-da. Haliyam insofi bor ekan, bo'yinbog'ni 50 ming so'm desa nima qilardim? Albatta, bozor iqtisodining o'z qonun qoidalari bor. Chidaganga chiqargan. Har kim o'z molini o'zi baholaydi. Ehtimol ota-bobolarimiz bozor shaytonning ayvoni deganda shuni nazarda tutgandir. Shunaqa-ku, bozor iqtisodiyotining shafqatsiz qonunlariga bo'ysunishni xohlamaydigan holatlar ham bo'lib turadi. Odamning insof doirasi shunaqa pallada sinovdan o'tadi. Bultur kishi qish chillasida tobim qochib qoldi. Ismim ko'tarilib ketdi. Shifoxonaga yotay desam, eshitag'iz, doktorlar har 8 soatda ukol qilishni buyurgan. Kunduzi-ku mayli, poliklinikaga borib emlataman. Kechasining ishi qiyin. Mahallamizdagi hamshira ayol har kecha soat 12da, ertalab soat 8da uyga kelib ukol qildi. 6 kun. Xudoga shukur, dard chekindi. Oxirgi ukolni qilganda iymanibroq qo'liga pul tutqazdim. Ming rahmat sizga. Uzr, qo'l haqqi degan gap bor. Hamshira ko'zimga ta'nali qaradi. Shunaqa desangiz, xonadoningizga boshqa qadam bosmayman. Biz qo'shnimiz-ku, domla, mahalladoshmiz. Shahar chekkarog'ida mashinamga benzin qo'ygan edim. Ishonsangiz, mashina jonivor to'xtagan joyida motori o'chib qolaverdi. Uyga ming mashaqqat bilan yetib oldim. Yaxshiyam mashinaning benzobakidan kirib, g'ushitelidan chiqib ketadigan tanishim bor. Motorni ochmasdanoq kasalini topdi. Nima balo, benzin qo'ydingizmi? Destoplivami? Xususiy benzokolonka ochgan boshqa bir tanishimga shu voqeani aytib hasrat qilsam, koyindi. Ja, oshirib yubording-da, noinsof. Men unaqa qilmayman. To'g'ri, 100% toza benzin qo'yaman demayman. Bunaqasiga otliqqayam yo'q. Jinday ekonom qilib qolish degan gap bizdayam bor. Ammo lekin bir xillarga o'xshab har kanistrdan 2-3 litr urib qolmayman. Ataga 1 litr. Xo'sh, nima qilay bo'lmasa? Biri keladi tekshirib, biri keladi pishqirib. Har kuni 20 litr benzinni taksi qilib bo'ynimga ilib qo'yganlar bor. Sohibqiron Amir Temur zamonidan beri bizning kunlargacha dovrug'i doston bo'lib kelayotgan toshkentlik mashhur moshtabiblar sulolasining vakili Abdujabbor hoji moshtabib o'zining xotiralar kitobida bolalik chog'ida bo'lib o'tgan bir voqeani hikoya qiladi. Ikkinchi jahon urushining qish qirovli kunlaridan birida tabibning eshigi taqillab, harbiy kiyimdagi odam Abdujabborning bobosi Muhammad Ibrohimni yo'qlab keladi. Otaxon, meni taniyapsizmi? Deb so'radi kulimsirab. Keksa tabib uni eslay olmaganini aytganda, mehmon urush arafasida ko'pkarida yiqilib oyog'i singanini, tabib uni davolanganini yodiga soldi. Shu mo'tabar zot davolagan oyog'i bilan yarim dunyoni aylanib kelganini aytdi va o'sha paytda urushga ketib, tabibni rozi qila olmagani uchun uzr so'raydi. Yuk xaltasidan allaqancha yemak chiqarib taqdim etadi. Qahatchilik hammani qaqshatib turgan pallada bu butun bir xazina edi. Tabiblar oilasi hadyani yaqin-yiroq kishilari bilan baham ko'radilar. Ajab, qahatchilik yillarida qachondir o'zini davolagan tabib huzuriga so'roqlab kelgan oddiy askar nega shunday qildi ekan? Oradan shuncha yil o'tib ketgan bo'lsa, tabib uni batamom unutib yuborgan bo'lsa, askar tizzasigacha qon kechib, diydasi qotib ketgan bo'lsa, tabibni izlab kelmaslik ham mumkin edi-ku. Yo uning davlati aptekachinikidan yoki benzokolonka ochgan tanishimnikidan ko'proq bo'lganmi? Dunyoda xalq ko'p, millat ko'p. Har birining o'z urf-odatlari, o'z dunyoqarashi bor. Biroq yaxlit olganda, bani insonning hammasi yakka-yolg'iz Allohning bandasi. Shu bois ularning fe'l-atvorida, xatti-harakatlarida g'aroyib mushtarakliklar bo'ladi.
Ustoz Ozod Sharafiddinov bilan bir viloyatdagi shifo maskanida davolanadigan bo'ldik. Mamlakatimiz g'alla mustaqilligiga endi erishgan, hamma yerga nuqul paxta tiqishtirmay g'alla maydonlari kengaytirilgan kezlar edi. Biz davolanayotgan sihatgohning etagi cheksiz bug'doyzorga tutashib ketgan. Ayni o'rim payti edi. Dimoqni bug'doy hidi, non isi qitiqlaydi. Belga uradigan g'allazor shovullab turibdi. Hammaning kayfi chog'. Dehqonlar xursand. Gektaridan falon sentrni reja bo'yicha topshirsang, qolgani o'zingniki deb qo'yilgan. Har xonadon falon tonidan bug'doy olishni mo'ljallab turibdi. O'zi tanovul qiladi, ortganini sotib to'y qiladi. Uyo solishni boshlaydi. Kelgusidagi yilda domla betob bo'lib qoldi. Sihatgohga o'zim bordim. Eski rais oshnam bilan suhbatlashsam, mashqi pastroq. Nima, bu yil hosilning cho'g'i pastroqmi, desam, bosh chayqadi.